Chapyormisiz o'zingiz? Yo'q. Bo'lmasa ichidan nima qilib o'tiribsiz? Shu mashinani olib qochib ketmoqchi edim. Siz bo'lsangiz xalaqit beryapsiz menga. Unday bo'lsa meni ham qo'shib olib keting. Poyezdga kechikyapman. Xullas, ssenariy yozilib, tasvirga olishga ruxsat tekkunicha oradan 2 yil o'tib ketadi. Endi ishni boshlaymiz deb turgan paytlarda yana muammoga duch keladilar. Muammo yana Yuriy Nikulin bilan bog'liq edi. Gastrol safari va Gayday filmidagi band bo'lishi muammoning sababi sifatida ko'rsatiladi. Lekin Rizanov xayolida Nikulindan tashqari Inokentiy Smaktunovskiy ham bor edi. Bu aktyor nomzodi ssenariyni yozishni boshlaganlardayoq xayollarida bor edi. O'sha vaqtda Smaktunovskiy Gamlet rolida band bo'lgani uchun bu nomzoddan voz kechishgan edi. Oradan 2 yil o'tib yana ruxsat olishganda Rizanov oldida bir savol paydo bo'ladi. Yirik studiyalardan biri Smaktunovskiyni Lenin roliga tasdiqlagan edi. Bu ish aktyorni to'lig'icha bo'sh vaqtlarni qoldirmasdan band qilar edi. 4 soatlik grim, 8 soatlik tasvirga olish ishlari tufayli u hatto Rizanovga probaga ham bora olmas edi. Shunda rejissyor kichik guruh to'plab Smaktunovskiyni oldiga o'zi proba uchun yo'lga tushadi. Ular tasvirga olish maydoniga borib, aktyorni kuta boshlaydilar. Tanaffus vaqtida ustida oddiy xalat va uyda kiyiladigan oyoq kiyimida Lenin ko'rinishdagi Smaktunovskiy tashrif buyuradi. Aktyor proba topshiradi, lekin charchagani va xayolida boshqa obrazni ushlab turgani uchun probadan qoniqmaydi. Eldar Rizanov uchun bu proba masalani hal qilib bo'lgan edi. U uchun Inokentiy Smaktunovskiy xayolidagi Detechkin edi. Salom, Yakov Mixaylovich. Salom Detechkin. Xo'sh, dushanbadagi amakingizni ahvoli qalay? Amakimi? Yomon. Probadan ko'ngli to'lgan Eldar Rizanov kinostudiyaga qaytib, qolgan rollarga aktyor izlashga kirishadi. Shu vaqtda unga telegramma keladi. Unda: "Hurmatli rejissyor, menga vrachlar uzoq muddatli ta'til olib, davolanishim kerakligini tavsiya qilishyapti. Shuning uchun ham sizning filmingizda ishlay olmasligimni aytib qo'ymoqchi edim. Keyinchalik birga ishlash istagingizni saqlab qo'ying. Hurmat bilan Inokentiy Smaktunovskiy" degan yozuv bor edi. Mana shu sabab Rizanov yana probalar uyushtiradi. Vasiliy Vanavoy, Aleksandr Bilyavskiy, Mikhail Dirjavin va Leonid Kuravlev kabi aktyorlar rolga da'vogarlik qilishadi. Ular orasida Leonid Bykov ham bor edi. Lekin Rizanov bu aktyorda Ukrain aksenti borligi uchun bu nomzoddan voz kechadi. Alik Yefremov ko'rinishda qattiqqo'llik borligi uchun Rizanov unga probalarsiz tergovchi rolini beradi.